Maxluqlar haqida ham. Dadam hammasini aytib berdilar. Dadang bolalar uyida katta bo'lganimni biladi. Dadam Polshada maxluqlar bo'lganini, ammo ularning paypaslagichlari bo'lmaganini aytdilar. Ular yomon odamlar bo'lganini, boshqalardan farq qiladigan barcha insonlarni o'ldirishganlarini aytdilar. Kel, shu haqda gaplashmaylik. Mollalar rostdan ham boshqacha bo'lishgan. Ammo siz aytgandek emas. Shunchaki ertaga kun bo'yi yozmoqchi ekanligimni aytmoqchi bo'ldim. Yo'q, bo'lgur kitobingni 5 yildan beri yozasan-a? O'g'lini tug'ilgan kunni 1 yilda bir martagina keladi. Mayli. Nima topding? Muncha ajoyib. Qoyil maqom. O'zingga ola qol. Yur o'g'lim, ketadigan vaqtimiz bo'ldi. Siz shunchalar osongina. Jek, bobongga mendan ko'ra yaqinroq eding. U zo'r bobo edi, ammo ajoyib ota bo'la olmagan. Doim yarim tungacha ishlardilar yoki uzoq vaqtga xizmat safariga ketardilar. Hatto oyimga xiyonat qilmayaptimikinlar deb o'ylardik. Boboyni yaxshi ko'rishingni bilaman. Nima ham qilardik, hayot shunaqa ekan. Syurpriz! Tug'ilgan kuning bilan, Jek. Jek, ta'tildan kelganingni kutyapmiz. Yangi qayiq oldik. Zo'r-ku. Men Syuzi xolangman. Senga sovg'am bor. Aniqrog'i, boboyning sovg'asi. Boboyning buyumlari orasidan topdim. Bu senga atalgan bo'lishi kerak. Rahmat. Ralph Wild. Emersonning to'liq asarlari to'plami. Jekka va u ochish kerak bo'lgan dunyolarga. Karen Holm. Azizim Ayib, bu so'rachi senga yetib boradi degan umiddaman. Bolalar bilan sendan xabar kutyapmiz. Tezda oldimizga kelasan deb umid qilaman. Seni juda ham sog'indik. Hurmat bilan, Alma Peregrin. 2 yil o'tibdi. U hali ham tirikdir deb o'ylayman. To'g'ri aytasiz. Men uning oldiga borishim mumkin. Balki u dadam aytishga ulgurmagan narsani aytib berar. Aytib bera olmasa-chi? Doktor Golan, Jake'ning ruhiy holatidan juda ham tashvishdaman. Sen bilan birga Walesga bora olmayman. Dadam bilan borsam-chi? Dadam qushlarni tomosha qilib, kitoblarni ham yozishlari mumkin. Siz ham bizdan dam olasiz. Doktor Golan ham bu mening olg'a intilishimga yordam berishiga